Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, abituriyentlar. 2026-yil 20-iyul kuni tushgan majburiy matematika savollari yechimini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Dastlab bizda birinchi misol. 1 metr kub hajmli suvni 4 ta hovuzga necha litrdan quyamiz deb so'ralmoqda. Buning uchun 1 metr kubimiz, demak biz uchun 1000 litrga teng ekan. Endi 1000 litrni 4 ta hovuzga qo'yadigan bo'lsak, jami 200 litr, 250 litrdan tushadi. Bu javobda keltirilgan. Ikkinchi misolda soddalashtiring deb so'ralmoqda. -7 taqsim 8 ko'paygan noto'g'ri kasrga o'tkazib olsak, bu bizga -8 taqsim 7 beni beradi. Natijada 6 ta koeffitsiyentdan ko'paytirib olsak, -7 taqsim 8 ko'paygan 7 taqsim 8 ko'paygan -8 taqsim 7 ko'paygan b. Natijada 8 larni 7 bilan qisqartirib yuborsak va ko'paygan b hosil bo'lar ekan. Bu javobda keltirilgan. Kub hajmi 8 cm kub bo'lsa, u holda uning barcha qirralari uzunliklari yig'indisini toping deb so'ralmoqda. Hajm formulasi v barobar a kub. Demak v biz uchun 8 ga tengligidan a ning kubi teng 8. Bu yerda a ning qiymati 2 ga teng ekan. Endi barcha qirralar yig'indisi biz uchun 12 ta a formula bilan topiladi. 12 ni ko'paytiramiz. 2 ga natija 24 ga tenglik kelib chiqar ekan. Bu javobda berilgan. 4-misolda bo'lgan soha yuzini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni ixtiyor 3 burchak beradigan bo'lsa biz uchun asosan a ga balandligi h desa yuzamiz. Demak, a ni ko'paytirib h ga 2 ga bo'lib qo'yarkanmiz. Endi bu yerda ham 3 burchak bo'yalgan 3 burchak yuzidan asosiga perpendikulyar tushirsak, ikkovida ham. Demak, mana bu tomonimiz 4 ekanligidan balandliklarimiz ham 4 ga tenglik hosil bo'ladi. Mana bu yuzani S1, bu yuzani S2 deb olsak, S1 yuzamiz 4 ko'paygan 2 taqsim 4 ko'paygan 6 taqsim 2 teng 10. 2 ga S2 yuzamiz esa 4 ko'paygan 8 taqsim 2 bu 16 ni beradi. Endi 2 ni qo'shib qo'yamiz, ya'ni 12 qo'shilgan 16 natija 28 ga teng ekan. Bu javobda berilgan. 5-misolimizda oilada ota, 2 o'g'li hamda 1 qiz farzandi bor. Otaning yoshi 41 yoshda. Katta farzandi 13 ta, qiz farzandi 10 da, eng kichigi esa 16 yoshda. Necha yildan keyin otaning yoshi farzandlar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi deb so'ralmoqda. Ya'ni katta farzandi 13, qizi 10, kichik farzandi 6 yoshda. Endi otaga x yosh qo'shadigan bo'lsak, 3 ta farzandi uchun 3x qo'shamiz. Ya'ni 3ga demak 3x qo'shiladi. Natijada 41 plus x teng 3 ni qo'shib oladigan bo'lsak 29 plus 3x. Endi bu yerda 3x dan ayiramiz x ni tenglama holatda, 41 dan ayiramiz 29 ni. 2x teng ekan 12 ga. X ning qiymati 12 ni 2 ga bo'lamiz. Natija 6 ga tenglik hosil bo'ladi. Bu javobda berilgan. Quyidagi butun sonlardan qaysi biri 0 dan kichik deb so'ralmoqda. Bu yerda a javobda, ya'ni 2 ko'paygan -7 -3. Bu bizga -14 -3 ni beradi. Bu -17. Demak, 0 dan kichik ekan. Bu a javobda berilgan. 7-misolimizda tenglamani yeching deb so'ralmoqda. Buning uchun proporsiya usulidan foydalanamiz, ya'ni 5 - x ni ko'paytiramiz 2 ga, 1 ni ko'paytiramiz 4 ga. Natijada 10 - 2x teng 4. Demak, 10 dan 6 ni ayirsak 4 qoladi. Shunda 2x teng bo'lar ekan 6 ga. Demak, 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 bo'ladi. X teng 3 ekan. Bu javobda berilgan. 8-misolimiz foizga doir. Sinfdagi o'g'il va qizlar bolalar birgalikda 45 nafar tahsil oladi. Shundan
7tasi o'g'il bolalar, qolganlari esa qiz bolalar. Sinfdagi o'quvchilarning necha foizi qiz bolalarni tashkil etadi deb so'ralmoqda. Buning uchun 45 ta o'quvchidan 27 tani ayirib tashlasak, bu biz uchun 18 ta demak qiz bola ekanligi kelib chiqadi. Buning uchun 18 ta qizni jami o'quvchilar, ya'ni 45 ga bo'lib ko'paytiramiz 100% ga. Natijada bu 40% ekanligi kelib chiqar ekan. Bu de javobda berilgan. 9-misolda noma'lum burchakni toping deb so'ralmoqda. Mana bu burchak 90 ekanligidan, demak 90 bo'lishi uchun 14 ga demak 76 gradus qo'shamiz. Va mana bu ikkita burchakka oyiq burchak ekanligidan x burchakka qo'shamiz 76 ni. Biz bilamiz oyiq burchak yig'indisi 180 gradusga teng. Endi bu yerdan x topishimiz uchun 180 gradusdan ayiramiz 76 ni. Endi x ning qiymati 104 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bu esa javobda berilgan. Va oxirgi misolimizda hisoblashga oid misol. Ya'ni 3,7 dan 4 bo'lingan 3 taqsim 2, 1,5 dan 2 bo'lingan 2 taqsim 9. Natijada birinchi kasrimizni noto'g'ri kasrga o'tkazamiz. 3 kere 7 21, 4 ni qo'shamiz 25 taqsim 7. Ikkinchi kasrimizni teskarisiga ko'paytiramiz. Keyingisini ham noto'g'ri kasrga o'tkazamiz. 1 kere 5 5, 2 ni qo'shamiz 7 taqsim 5. Ko'paygan teskarisi, ya'ni 9 taqsim 2. Natijada o'xshash hadlar, ya'ni o'xshash sonlar ikkilarni 7 ni qisqartirib yuborsak, 3 bilan 9 ni qisqartirsak 3 tadan, 5 bilan 25 qisqartirsak 5 tadan, natijada 3 ko'paygan 5 hosil bo'ladi. Bu bizga 15 lik kelib chiqadi. Bu A javobda berilgan.